ham aytadilar, har bir bid'at zalolatdir, har bir zalolat do'zaxdadir deydilar. Bu nima degani? Bid'atni qiluvchilar do'zaxdadir degan. Shuning uchun akalar hushyor qayninglar. Hushyor qayninglar. Nimaga? Bid'atga qo'l urib qo'ymaylik. Bizni hojakaligimiz, qorakaligimiz, namozxonligimiz foyda bermay qoladi agar bid'at dengizida yashaydigan bo'lsak. Bizga u foyda bermay qoladi. Bid'at bu shaytonning vasvasasi bilan, mish-mish bilan chiqadigan narsalar bu. Bid'atlarda birorta asosi yo'q, birorta dalili yo'q. Bid'at bilan sunnatni yana bir ajratishga oson andoza o'lchovlardan yana bittasi, shuni bilib olinglar, sunnat dunyoda bir xil bo'ladi. Bid'at hamma o'lkada, hamma millatda har xil bo'ladi. Misol, hozir jumadan oldingi 4 rakat sunnat Yaponiyada ham, Amerikada ham, Germaniyada ham, Shimoliy Muzakkiyanda ham, Koreyada ham, O'zbekistonda ham bir xil. To'g'rimi? Jumani 2 rakat farzi Koreyada ham bugun inshaalloh 2 rakat o'qishadi. Bizda ham 2 rakat. Andijon, Namangan, Qoraqalpoq hamma yoqda ham 2 rakat. To'g'rimi? Shu bir xil. Bid'at hamma joyda, Xorazmda boshqacha, Namanganda boshqacha, Qashqadaryoda boshqacha, Farg'onada boshqacha, hamma joyda har xil bo'ladi. Mana oddiy misol, bizda har payshanba o'lgandan keyin 40 kunigacha birov uyiga pataga kirib, ehson yeb o'tirmaydi. Lekin masjiddan 10 kilometrdan ag'iga yuring, kun chiqish tomonga, to'g'rimi? Har payshanba ehson qilasizlarmi? Qilasizlar. Nimaga qilasizlar? Bilmaysizlar o'zlaringiz. Bu bid'at bu. 3, 7, 20, 40 yil hayit bu bid'at bu. Shuni bilib olinglar. Kim nima desa do'rsin. Bu yo'q bu. Abu Bakrga payshanbalik qilishdimi? 20 qildimi? 40 qildimi? Yil qildimi? Hayitda qo'y so'ydimi payg'ambarimizga? Dunyoni qo'yini so'yib yuboradigan millioner sahobalar bor edi. Bitta quduqni padarka qilib yuborgan 700 ming dollarga Usmon payg'ambarimizga millionlab dollarni sarflab yuborardi. Rasululloh vafotlaridan keyin qildimi shuni? 40 kun yashaydi, stolni olib chiqib o'tirdimi shular? Nimaga dinda yo'q narsani biz bilimdonlik qilamiz biz? O'g'il to'y bid'at. Bizda boshqacha, Andijonda boshqacha, Xorazmda boshqacha, boshqacha. Beshiy to'y bid'at. Yo'q, u nima degani u? Kuyov tomonga pribil uchun qilingan bitta marosim bu. Kuyov tomondagi bitta odam umniylik qilib beshiy to'y qilaylik. Ha nima bo'ladi? Shunda menga kafallik olib keladi dadasi, sizga kafallik olib keladi, o'g'lingizga kafallik olib keladi, burnimiz artgan ro'molcha olib keladi, paypoq olib keladi, nevaringizga cho'miltirgani kichkina vannacha olib keladi, o'yinchoq olib keladi. Er tupoy ham